O'sha 6 avgust kechasi 2-2:30larda bo'ladigan o'sha maska kiygan, ya'ni bosqinchilar haqida yana izoh berganman. O'sha ichki ishlarga bir marta emas, bir necha marta izoh berdim. Undan keyin ular video syomka qilishdi. O'zi men xohlamasdim bunaqa internetga chiqib, o'zimni reklama qilib, boshqa qilib bunaqa izoh berishlarini, lekin men shunga majbur bo'lyapman. Endi men o'sha 6-avgust kuni o'sha 5-avgust kechasi o'sha 11larda yotganman. 11larda yotganimda bilmayman, shundoq yotganimda qancha yotganimni bilmayman o'zim. Qanaqadir shumlar, qanaqadir ovozlar, mana atrofda men sizlarga ko'rsataman. Mana meni qutqarib qolgan mana shu daraxt bo'ladi, mana shu narsa bo'ladi. Shuning uchun o'shanda taqar qanaqadir shumlar, ovozlar bo'lgan. Endi men mana dala hovlida turaman, o'zimni janimni uyida dala hovlida turaman. Mana bunaqa dala hovlida turaman. Keldimi deb chiqqanman, boshqa qilganman. Mana bu tarafdagi mana svetlar yoniq bo'ladi. Kechasi yoniq bo'lardi, boshqa qiladi. Hamma taraf yorug' bo'lardi. Mana bu oldida svet bor. Mana bu tomonda buyoqlar yoritadi, boshqa qiladi. O'sha mana bu tomondagi svetlar bo'lmaganda nima bo'ldi? Elektrdan nosozlikmi boshqa qilib chiqqanimda mana shu xonadan, mana shu hujradan, dala hovlidagi mana xonadan chiqqanman. Xona ochib chiqqanimda mana shu oyoq kiyimimni kiyib, mana shundoq oyoq kiyimimni kiyib boshqa qilayotganimda, mana shunday chiqqanimda, mana ko'ryapsiz mana shu. Endi bilmayman qayerdandir mana shu orqa tomonimdan, bilmadim bu tomondan keldimi, bu tomondan keldimi, nima bilamanki, orqa tomonimdan kamida 150 kilo mana shu tepamdan sakraganday mana shundoq bo'g'ib, mana shu joyga tushib qolganman. Mana shunday joyga tushib qolganman. Mana shu tolda ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa tolda mana shunman. Tushganimda qanday ham tushganman, o'zim bilmayman. Shunday kelganimda shunday tushganmanki, mana shunday mahkam ham bildimki, bular agar o'sha qanaqadir o'ldirmoqchi bo'lsa, boshqa qilmoqchi bo'lsa, boshqa qilgan urmoqchi bo'lsa yoki tan jarohati yetmoqchi bo'lsa, yo pichoqlamoqchi bo'lsa, u joyda men shu ishni qilib yo chiqqanimda joyda pichoqlab ketardi, boshqa qilardi. Men shuni bildimki, shuni sezdimki, meni bo'g'ib ovozim chiqarmasi sekin mana shu xonaga olib kirib sekin bo'g'ib meni o'ldirishmoqchi. Men shu narsani o'zimga his qildim, shu narsani shunaqa xulosa chiqardim. Endi men shu yerda bo'lganimda mana ko'rib turibsizlar, mana bir marta emas, bir necha marta buni u yoqdan, bu yoqdan, tepadan, pastdan hamma yoqqa nimalarga aytib o'zi bitta kitob bo'lib yozilsa ham bo'lar ekan, bu tarixda yozilar ekan. Endi bu mana shunaqa, mana men boshqa qilganman. Mana shundoq, mana qo'lim, mana bu yoqda oyoqlarim mana bundoq bitta oyog'im mahkam yopishib olganman, boshqa qilganman. O'sha holat o'zingiz bilasiz, o'sha qo'rquvda, stressda odamni o'zi